qorin ketkazadigan nafas usuli bor. Buni bilarmidingiz? Men Po'latova Sabina, xalqaro sertifikatlangan yoga trenerman. U nafas usuli nafaqat qorin ketkazadi, u hazmni ham yaxshilaydi, o'pkani tozalaydi, miyaga qon yugurtiradi, qon yaxshi aylantirib beradi, metabolizmni yaxshilaydi, qorindagi o'sha ichakdagi shlaklarni ham ko'chirib, butun oshqozon ichak tizimini ham tozalab beradi. Super nafas usuli, davayte sizlarga ko'rsatib beraman. Uning uchun tikka o'tirishimiz kerak. Farqi yo'q, stulda o'tiramizmi, yerda o'tiramizmi, umurtqamiz tekis bo'lishi kerak. Nafas olishni o'ylamaymiz, faqat nafas chiqarishda butun diqqatimizni ushlab turamiz. Nafas chiqarayotganda qorin mushaklari bilan qorin tortiladi. Shu payt faqat burun bilan nafas chiqariladi. Mana shu burundan bir qarich, bir qo'l engi, shu shotga havo shunaqa yaxshigina urilishi kerak. Shu masofaga biz nafas chiqaramiz, havo urilishi kerak. Nafas chiqarganda o'sha payt qorin tortiladi. Shotga havo uriladi. Buni qarshi ko'rsatmalari bor. Homiladorligi, hayz payti, yaqinda operatsiyani boshdan kechirganligi, qanaqadir yazvasi bor, qo'zg'ab turgan payt mumkin emas, davleniyasi oshib turganda mumkin emas. Buni sekin-sekin boshlaymiz. 30tadan qilib sekin 90ta, keyin sekin-sekin ko'paytirib 300 tagacha chiqariladi. Foydali bo'ldi degan umiddaman.